o'rgatib qo'yamiz. Bu ehromda katta kichigi bo'lmaydi. O'ngga tesi bo'lmaydi, tepa pasti bo'lmaydi. Bu ham tepaga ishlayveradi, bu ham tepaga ishlayveradi. Ha? Mana. Buni olamizda ehromda, mana betimizda ishtima yo'q, lekin she'rlarimiz oldida qip yalang'och bo'lish noqulay, ya. O'sha kichkina shimimizda, oxirgi shimimizda turgan holatda qilamiz. Mana tepa past bir, o'ngga past, tepa past bo'lmaydi. Mana oyoqni ochib olish muhim. Oyoqda mana shuncha. Ja katta ham emas, ja bunaqa tor ham emas. Tor bo'lsa hali gap bo'lmasa qilib qoladi. Mana shunday qilib turib, uchini to'g'rilaymizda, mana oyoqda turishiga holatiga qaraydi. Tekis bo'ldimi? Mana bunday olib kelamiz. Olib kelib turib, shuni qayiramiz. Mana. Ana endi qayirgandan keyin mana buni yana bitta qayirsak, mana bizga mana bu oldimiz to'siladi. Ha? Oldimizga o'ziga xos mana to'siq bo'ladi. Ihota bo'ladi. Ana endi buni qayiramiz. Mana orqasiga remen tushib ketib qolish ehtimol. Undan ko'ra mana bu marli eng qulay marli. O'zimiz ham yumshoq ham meliza o'rtmaydi, endi olmagan bo'lsangiz deyman, bo'lmasa burralar. Ha? Menga bo'larmikin belim katta. Mana bu rasa qulay bo'ladi. Shayton vasvasa qiladi bu o'rinda. Tushib ketyapti, qara deb yechib o'rdiradi shaytonni ishidan. Yo'q, o'zi bo'lmasa-da, mana bu sizni ko'nglingizni xotirjam qilish uchun, shaytonni vasvasasidan qutqarish uchun. Hayolingizni yechilib ketayotgandek bo'ladi-da, o'zingiz yechib ko'rasiz iloji, shayton vasvasasiga uchun. Bu nimaga o'xshaydi? Haligi hojatga kirgandan keyin suv tegib qoladi, siydi tegib qoldi deb vasvasadan qutulish uchun eshitgan bo'lsanglar, amal, sunnat amal suvni ozgina sachratib qo'yinglar. Ha, bu suv deb niyat qiling. Bu ashinsiga ko'ngilni to'q qilgan. Lekin bunisiz ham o'zi ruh osilsa ham tushib ketmaydi. Lekin mana shu bo'lgani yaxshi. Mana unga ishonch yo'q. Hozirga men biror marta ishlatib ko'rmaganman, ishlatmayman. Bu ayniqsa pasport sotib olishadi. Tiqinga kelgansa toshcha tuzilib ketadi. Siz uzilganini bilmaysiz. Ha, shunaqa. Pasportdan keyin bular tugun narsa bo'lmaydi, menga shuni berishdi-da. Yo, tugun narsa biz yinada tikilgan narsa bo'ladi. Bugun o'sha yinada tikilgan narsa bo'lmaydi. Baylab, ha, yina ishlatib bo'lmaydi. Tikilgan narsalar bo'lmaydi oyoqda, tugun. Bu mana bu narsa bo'lmaydi oyoqqa, ha? Mana hamma narsa tafsil, paypoq bo'lmaydi, kichkina shim bo'lmaydi. Mana bu teshkalar bo'lmaydi. Mana endi tepasini qarang. Tapishga bo'ladimi? Tapishga bo'ladi. Mana tepasi 10 tarafga juda ko'prog'ini olamiz. Ko'prog'ini olamizda, mana bu chapni yonidan qo'lni chiqarib, mana bu shunda ham kerak bo'ladi. Qarang. Burraga bunday o'tkazamiz. Buni endi uchini olib turib yoki bunday qilib bo'yinga tashlab olamiz, mana, ha? Yoki tushib ketaverishini oldini olish maqsadida mana buni ham uchini turib ko'tarib turib. Mana bu tarafga. Mana Allohu akbar. Bismillah Allohu akbar degani bemalol bo'laveradi. Mana nimasi ham bor. Strelga mana bunlarga qistirib olamiz. tushib ketmasligi uchun. Endi istibolimizda 10 yelkani ochishdi mana bu. Dastlabki 1, 2, 3-aylanada shaftida mana shu. 3-aylanadan keyin to'riga o'tganda men o'zim boshlab beraman va tiqimdan deb turib, lekin sizlar eplalasizlarmi yo'qmi? Eplanmagan qolaversin. Sizlar hali guruhdan qolib ketganlar. Lekin imkon qadar holi joyda qilishga harakat qilamiz. Endi xususan meni qornim bor, akamizni mana, yoki qorni umuman yo'q ozg'in odamlarga mana bu qo'l kerak. Ozg'in odam ham, qonni bor odam ham kishi pastga tushganda qorinni hisobiga pastda bo'shab qolib tushib ketib qolish ehtimoli bor. Shuning uchun u qana bo'ladi bizda, yana ham soddalog'i bor. Ammo qiynab qo'yadi u, belni ham qiynab qo'yadi, hammaga maslahat bermaydi. Mana. Hozirga mana shu takrorlab ko'rsamayman. Hozir. Mana endi bunda bunday qilamiz. Bunda ham oyog'ini ochamiz. Ha? Mana buni shuni yonga o'tkazamiz. Qaranglar.
Mana yonga o'tkazib, yonda to'liq yopamiz. Ha, endi mana uni tortamiz. Tortdik. Haligi assa nima bo'ldi? Mana. Buni ham qaytardik. Endi bu haligindan ham mustahkam bo'ldi. Qattiq bo'ldi. Baquvvat bo'ldi. Bunga endi ana u ham shart emas, uni qayish ham shart. Bir kishi osilsa ham tushib ketmaydi. Hatto hozir mana internetda ko'ryapti. Mana shunaqa o'rab turib, hali begovoy дорожкада yurib ham ko'rishyapti, sinagan. Tushib ketadimi yo'q. Mana. Bemalol. Bu yoqqa yursak ham, bu yoqqa yursak ham mana bemalol. Uzunligi shu tizzadan past, yerga pastga ketib ham qolmaydi, ha? Teparoqqa tortib, mana sal nima qilib olamiz. Hali tizzadan tepaga chiqib qolsa ham bo'ladi. Endi savol bo'ladi. Mana hozir ichlarga o'tayotgandir savol. Olti soat yurarkanmiz, tahoratga nima qilamiz? O'chiraveringlar endi kamerani.